Assalomu alaykum qizlar. Biz aynan mana shu fasonni bichilishini, fason emas, aynan mana bu yengdi va varoq desa ham bo'ladi, yeng desa ham bo'ladi, chunki yeng sifatiga ham o'tyapti bu. Hozir trendda bo'lib turibdi bu. Ko'p ko'ryapman chunki Instagramda juda ham ko'p meni reelslarimda chiqib kelyapti. Mana shu aynan mana shu varoqli yengdi men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman bugun. Bu yengimiz varoqda eng tepa qismi, eng keng qismi, eng tepa qismi bo'lyapti. Bu 20 sm bo'lyapti. Bu yog'i endi 34 sm tushyapman yelkadan mana bu yergacha 34 sm, chunki belida belrog'ida bo'lsin deyishdilar. Mana bu bantigini. Shuning uchun 34 sm tushdim. Yondan mana o'rta qismidan 11 sm kirdim. 11 sm kiryapman bu yerda. 11 sm mana bu chokka kiryapman. Keyin mana bu kastoyini olishni o'rgataman. Kastoy deyarli yarim kastoy desa ham bo'ladi. Mana bu holatda 20 sm yengimiz uchun 20 sm bo'lishligi uchun men bu yerda hozir buklovim. Mana birinchi kromkaga buklanyapti. Keyin bu holatda to'rga buklab olyapman. Bu yog'iga qaratib, uzunligiga qaratib materialni 34 sm buklab oldim. Buni yana ham kastoyroq chiqishini xohlasalaring, yana ham ko'proq buklasalang bo'ladi. Lekin men bu yog'i menga material kerak bo'lganligi uchun, boshqa narsa bichishim kerak bo'lganligi uchun men 14 sm ko'proq bichdim. Shunda endi bor eniga 1,5 bo'ladigan bo'lsa 75 sm bo'ladi. Bu buklov qismi 75 sm bo'ladi. Shuni borini olamiz. Mana bu yerdan 20 sm deb belgilab oldim. 21 sm, 1 sm chok hisobi bilan belgilab oldim va birlashtirib qo'ydim. Mana bu yoqdan 14 sm kirgan bo'laman. Shunda 14 sm kirib, mana bu cheti bilan birlashtirib qo'ydim. Keyin bu tekis tomoni, materialga ko'ylakka ulanadigan tomoni, bu yog'i varoq bo'lib, keng turadigan tomoni bo'lyapti. Oysimon yoy shaklida mana bunday qilib, mana bu chizg'ichlardan foydalanib chiqarib oldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman, mana shu naborda olishlaringni juda ham ishingizga qo'l kelar ekan. Tavsiya qilib ketaman. Ayniqsa yangi o'rganuvchilar uchun juda ham yaxshi narsa ekan. Endi bunga qaytsak, endi xuddi shu holatda kesib olaman hozir. Mana kesib olamiz.